Borishingni qilgin. Hozir gaplashadigan ahvolda emasman. Singlim. Qara. Oilam buzishga nima haqqing bor? Sen men erim bilan kechasi gaplashib chiqadigan. Ey! Nima baqiryapsan? Birovning uyga kelib. Bu meni singlim. Sen kimsan o'zi? Ha, o'sha oyimchaning yana bir xomtavog'i bo'lsa kerak-da. O'zi jahlim chiqib turibdi. Ortiqcha gaplar gapirmagin. Ishonmayapsizlar, ha? Mana, ko'r. Xotiningiz senga xiyonat qilyapti. Sizning xotiningiz meni erimdan don olishib yuribdi, SMSlashib yuribdi. Yo'q, adashyapsiz. Men emas. Ering bo'lib turib, kimlar bilan yozishib yursan? Ha? Men yozish, Ko'r buni. men yozishganim yo'q. Ko'r. Sen yozishganing yo'q. Bu kattaxonaning nomerimi? Yo'q, meni nomerim, lekin men u bilan gaplashganim yo'q. Haligi Lobarxon ikkinchi akkaunt ochgandilar, to'g'rimi? Gapiring Lobarxon. Ana qarang, bu yerdachi kartadan ham o'tkazgan bo'lish kerak. Kartadan pul o'tkazgan bo'lish kerak. Mana, bu meni erimning ismi Sharifa. Ha, kecha Lobarxon o'zlari aytgandilar, to'g'rimi? Lobarxon gapirsangiz-chi, nimaga jim? Keni, jinni bo'lib qolganmisiz? Nimaga meni aralashtiryapsiz? Qanaqa pul, nimalar deyapsiz? Axir kecha Nima sen meni singlingga tuhmat qilyapsanmi hali? to'xtang. Ha, endi bu yo'lga o'tdingmi? Yo'q, to'xtang. Kecha klinikdan mana o'tkazib bergandim, o'zlari qo'limga naqd qilib bergandilar. Hozir Keni, ishlamaydigan odamda qayerdan pul bo'ladi? O'ylab gapiring. Mana ko'ring, 5 million o'tkazib berganman. Ko'rsangiz shukriki, ishoning menga. Qani? Ha? Bu meni erimning ismi Sharifa. Chunki kecha aytdilarda 5 million o'tkazib berish kerak deb, to'g'rimi? 5 million? Menda 5 million nima qiladi keni? Miyangiz aynib qoldimi sizni? Tavba qildim. Qo'rqing, bunaqa qilmang, iltimos. Oilam turibdi. Akangiz turibdi, iltimos, baba. Shu oilangiz turibdi keni. Xullas. Senlar bilan qonun oldida gaplashaman. Lobarxon, gapiring, xudodan. Iltimos, Lobarxon. Nima deykeni? Hamisha qilib bo'libsiz-ku. Ha, aytgancha, o'zingiz aytgandingiz-ku, to'ydan oldin sevganim bo'lgan, berishmagan. Balki o'shadir, bilib bo'lmaydi. Bo'ldi. Qo'rqing, iltimos. Bo'ldi, yo'qol sen ham ko'zimdan. Sen bo'lsa boshqa bo'yda bir soniya yashashga haqqing yo'q. Yo'qol ko'zimdan o'ldirib qo'ymasindan yo'qol. Boshqa, yo'qol.